yoshlikdagi eng maza payt kanikulda bobosinikiga borib o'ynab yurish bo'lsa kerak. Bugun o'sha muhitni, o'sha mazani bera oladigan joyni ko'rsataman. To'g'ri-da, bobolarimizga borganda hamma mehr bilan kutib olishardi. Eski qadimiy o'zbekcha uylar, mazali taomlar bilan mehmon qilishardi. Bularni hammasini Boboy restoranidan topsangiz bo'ladi. Qadimiy o'zbek koloritini berib turadigan Boboy restoranida o'zbekcha ovqatlarga juda ham assortiment katta. Masalan, shashlikni 10 dan ortiq turi bor. Kaboblar yumshoq, mayin, suvli bo'lib pishgan. Kabobbaz esa alohida Buxorodan taklif qilingan. Ha, Buxoro deganda bu yerda Buxoroni olot somsasi hamda vagurisini ham topsanglar bo'ladi. Voy, men bu go'sht qaranglar, tillarang qilib yumshoq pishirilgan. Bu yosh qo'zini go'shti og'izda eryapti-yu. Nafaqat milliy taomlarimiz, balki Uyg'ur taomlariga ham assortimenti bor va ularni ham maromiga yetkazib tayyorlashganini ko'rsangiz bo'ladi. Eng qizig'i mana shu ajoyib restoran 24 ga 7 ishlaydi. Zo'ra? Boboy restorani eski Perfektum ko'cha, hozirgi Taras Shevchenko gastronomik ko'chasida joylashgan. Bobolarimiz umri uzoq bo'lsin. Ular uchun bitta like bosib qo'yinglar.